kelib ko'rsatishingiz mumkin. Mana beda qurti va shiralar ommaviy ravishda ko'payapti. Mana hozir bedani barglarini yeb qo'ygan, yalang'och qilish darajasiga kelyapti. Endi bedani zararkunandalarning asosiysi beda barg felchasi va uni qurt hisoblanadi. Bargini yeb zarar keltiradi. Undan tashqari shira va boshqa zararkunandalar mavjud. Hozir biz amaliy holatda zararkunandalarni ko'rsatamiz va ularga yechim berib boramiz. Kelib ko'rsatishingiz mumkin. Mana beda qurti va shiralar ommaviy ravishda ko'payapti. Bu degani zararkunandalarga qarshi Agrocom kompaniyasining Agropolitrin Pro insektitsidi bilan hektariga 700 ml dan 1 litrgacha zararkunandalarning ko'payish darajasiga qarab turib ishlov berish kerak. Shu bilan birgalikda mana bunday boshoqsimon begona o'tlar, ya'ni suli, ajri, g'umoy ko'paygan beda dalasida Agrocom kompaniyasining Fuzilat Forte hektariga 1-1,5 litr sarf me'yorda. Bundan tashqari Select, Azlik, Super preparatlari bilan, gerbisidlari bilan tavsiya etilgan me'yorlarda agronom maslahati bilan birgalikda sepishlarni tavsiya qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Agrocom ishonchli himoya.